18 yoshingizdan styuardessa bo'lishingiz mumkin, chunki men ham 18 yoshimdan styuardessa bo'lganman. Kelinglar, tezroq styuardessalarga qo'yilgan talablarni ko'rib chiqamiz. Agar siz Uzbekistan Airways aviakompaniyasiga topshirmoqchi bo'lsangiz, yoshingiz 18 dan 25 yoshgacha bo'lishi kerak. Boshqa aviakompaniyalar esa 25 yoshdan yuqorilarni ham qabul qilishadi. Til bilimingiz. O'zbekistonda styuardessa bo'lishni xohlasangiz, siz o'sha tilda erkin suhbat qila olishingiz kerak. Bu o'zbek tili, rus tili va ingliz tili. Ingliz tili darajasi esa B2 levelda bo'lishi kerak. Bo'y eng kamida 1.58 cm bo'lishi kerak. Lekin agar siz Uzbekistan Airways aviakompaniyasiga kirmoqchi bo'lsangiz, bo'yingiz 1.62 cm dan past bo'lmasligi kerak. Hatto 1 cm ham katta rol o'ynaydi. Va barcha aviakompaniyalar bo'y masalasida juda ham qattiq turishadi. Diplom va sertifikatlarga keladigan bo'lsak, sizdan faqatgina 11-sinfda tugatganingiz haqida attestat yoki kollej diplomi talab qilinadi. Sog'liq va tana tuzilishiga ham katta e'tibor berishadi. Tana vazningiz sog'lom BMI diapazoniga to'g'ri kelishi kerak, ya'ni bo'yingiz vesingizga to'g'ri kelishi kerak. Afsuski, ortiqcha yoki kam vazn qabul qilinmaydi. Aviakompaniyalar qo'ygan standartlardan yana biri bu tanada ko'rinadigan shram yoki tatuirovkalar. Agar siz tepada aytib o'tgan talablarga mos bo'lsangiz, hoziroq hujjat topshirishni boshlang va orzungiz tomon qadam boshlang. Aviatsiya va sayohat bo'yicha ko'proq maslahat uchun menga obuna bo'lishni unutmang.